Assalomu alaykum. Bugun siz bilan bir muhim mavzu haqida gaplashmoqchiman. Bu mavzu Iso Masih qaysi tilda gaplashgan deb ataladi. Ko'pchilik odam bilishni xohlagan va qiziqqan mavzu shu bo'lsa kerak. Bu qisqa videoda Iso qaysi tilda gaplashganiga hujjatlar keltiraman hamda ayrim joylarda mantiqiy xulosa qilamiz. Buning uchun albatta Injil kitobiga murojaat qilamiz, chunki unda tarixiy voqealar yozib qoldirilgan. Injil yunon tilida yozilganini ko'pchilik bilsa kerak, chunki bizga yetib kelgan qadimiy Injil qo'lyozmalarining barchasi yunon tilidadir. Shunday bo'lsa ham Injilning ayrim joylarida Isoning oromiy tilida aytgan so'zlari yozib qo'yilgan. Shu bilan birga o'sha paytning siyosiy vaziyatini e'tiborga olsak, ko'pchilik yahudiylar bir necha tillarni bilishgan degan xulosaga kelamiz. Ya'ni o'sha paytda yahudiylar muqaddas kalomni o'qiganlarida hamda ma'batda duolarini aytganlarida ibroniy tilidan foydalanishgan. Kundalik ro'zg'orda esa ular oromiy tilida gaplashishgan. Isroil davlati o'sha paytda Rim imperiyasining ostida bo'lgani uchun ko'pchilik odamlar lotin va yunon tillarini ham bilishardi. Shunga misol tariqasida Pavel bilan sodir bo'lgan voqeani Havoriylar kitobidan iqtibos qilaman. Havoriylar 21-bobda Pavel Qudusdagi ma'batda bo'lganida yahudiylar katta olomon bo'lib uni ushlab oladi, tashqariga olib chiqib o'ldirmoqchi bo'lishadi. O'shanda Rimlik mingboshi askarlari bilan kelib, Pavelni ulardan tortib olib hibsga oladi. Ular endi o'sha yerdan ketayotganida quyidagi voqea sodir bo'ladi. Havoriylar 21-bob 37-dan 40-oyatlargacha. Askarlar Pavlusni qal'aga olib kirayotganlarida u mingboshiga "Sizga bir narsani aytsam maylimi?" dedi. "Yunoncha bilasanmi?" deb hayron qoldi mingboshi. Bir qancha vaqt oldin isyon boshlab 4000 qurollangan kallakesarni sahroga olib chiqqan misrlik mabodo sen emasmisan? "Men yahudiyman, Kilikiyadagi Tarsus shahridanman" dedi Pavlus. "O'sha muhim shaharning fuqarosiman. Iltimos xalqqa gapirishimga ijozat bering." Mingboshi Pavlusga ijozat bergach, u zinapoyada turib odamlarga qo'li bilan "jim bo'linglar" degan ishorani qildi. Odamlar tinchlangandan keyin Pavlus ularga oromiy yoki ibroniy tilida gapira boshladi. Bu yerda Pavel atrofida hali ham turgan yahudiy olomoniga Hebraidi tilida gapiradi. Bu yunoncha so'z ham ibroniy ham oromiy tilni anglatadi. Chunki u payt Isroil yerida odamlar ham ibroniy, ham oromiy tillarda gaplashishardi. Lekin menimcha ular ma'batga yaqin bo'lgani uchun hamda o'zini yahudiylikda ta'lim olgan farziy ekanini ko'rsatish uchun Pavel ularga ibroniy tilida gapirgan bo'lsa kerak deb o'ylayman. Buni esa olomonning uning gapiga bo'lgan reaksiyasidan ko'rsak bo'ladi. Havoriylar 22-bob 1-2 oyatlar. Pavlus olomonga shunday dedi: "Birodarlarim, otalar, gapimga quloq solinglar. Sizlarning oldingizda o'zimni oqlay." Odamlar uning oromiycha yoki ibroniycha gapirayotganini eshitib, suv quyganday jim bo'lib qoldilar. Pavlus gapida davom etdi. Ko'rib turganingizdek, yahudiy olomon Pavelning ibroniycha gapirganini eshitib jim bo'lib qoladi. O'zbekchaga tarjima qilingan Havoriy kitobida bu so'zni ular oromiy til deb yozishgan, lekin izohda bu so'z ibroniycha yoki oromiycha tilga ishora qilishi mumkin deb tan olishadi. Demak, shu oyatlarda Pavel mingboshi bilan yunoncha gaplashganini, yahudiylar bilan esa ibroniy tilda gaplashganini ko'rdik. Endi esa Iso Masihning oromiy tilida gaplashgani haqida oyatlarni ko'rib chiqamiz. Iso Masih oromiy tilida gaplashgan. Hozir Isoning oromiy tilida gapirganiga Injildan oyatlarni iqtibos qilaman. Mark bayon qilgan xushxabarning 5-bobida Isoning oldiga Yair ismli sinagoganing boshlig'i kelib, qiziga shifo berishini iltimos qiladi. Yo'lda ketayotishganida uning uydagilari xabar berib, "Qizing o'lib qoldi, ustozni ovora qilma" deyshadi. Lekin Iso unga "Qo'rqma, faqat ishongin" deydi-da, uning uyiga ketaveradi. U yerda o'lgan qizcha yotgan xonaga kiradi va qizchaning qo'lidan ushlab unga "Talifakum" dedi. Bu gapning tarjimasi "Qizaloq, qani o'rningdan tur" demakdir. 12 yashar qizcha shu onda o'rnidan turdi, yurib atrofni aylana boshladi. Buni ko'rganlarning aqli shoshdi. Mark xushxabari 5-bob 41-42 oyatlar. Bu oyatda ko'rib turganingizdek, oromiy tilidagi jumla yozilgan. Talifakum va undan keyin yunon tilida shuning tarjimasi yozilgan. Qizaloq o'rningdan tur. Bundan xulosa qilamiz, Iso va uning shogirdlari o'zaro oromiy tilida gaplashgan bo'lsa-da, Injil xushxabari yunon tilida yozilgan edi. Ya'ni kim qaysi tilda gaplashganidan qat'iy nazar, o'sha so'zlar yunon tilida yozilgan. Injilning ayrim joylarida oromiy va ibroniy tillaridan tarjima qilingan oyatlar bor. Demak, muqaddas kalomda asosiy urg'u kalomning ma'nosiga beriladi va boshqa tillardan tarjima qilish biz uchun muammo emas. Shunda-da ayrim joylarda Injil matnida boshqa tildagi so'zlar yunon harflari bilan yozilib qoldirilgan va ko'pchilik hollarda tarjima qilingan. Yunoncha va oromiy harflar bir-biridan tubdan farq qilishiga e'tibor bering. Yunoncha matnda "Talifakum" chapdan o'ngga o'qiladi, oromiy matn "Talifakum" o'ngdan chapga o'qiladi va o'zbekcha matn "Qizaloq o'rningdan tur" chapdan o'ngga o'qiladi.
Keyingi misolda Iso kar odamga shifo beradi va oromiy tilida bir so'zni aytadi. Ayrim odamlar Isoning oldiga zo'rg'a gapiradigan bir kar odamni olib kelib, unga qo'l tekkizishini so'rashdi. Iso u odamni xaloyiq orasidan bir chetga olib chiqdi. So'ng o'z barmoqlarini uning quloqlariga tiqib qo'ydi. So'ng tupurib, so'lagini o'sha odamning tiliga tekkizdi. Keyin osmonga qarab chuqur xo'rsindi-da, unga "Efatah" dedi. Bu so'zning tarjimasi ochil demakdir. Shu onda u odamning quloqlari ochilib, tilga kirdi, ravongida gapira boshladi. Mark xabari 7-bob 32-oyatdan 35-oyatgacha. Bu yerda ko'rib turganimizdek, Iso oromiycha "Efatah" so'zini aytadi. Uning ma'nosi esa ochilgin demakdir. Bu yerda ham Iso oromiy tilida gaplashganiga misolni ko'ryapmiz. Shu bilan birga shu so'z Injilda yunon harflari bilan yozilib, keyin uning tarjimasi keltirilgan. Keyingi misolda Iso Getsemaniya deb nomlangan bog'da duo qilganida oromiy so'zini ishlatgani yozilgan. U shunday deb yolvordi: "Otajon", aslida Abba, ota. "Sen uchun hamma narsaning imkoni bor. Bu azob kosasini mendan uzoqlashtir. Ammo mening xohishim emas, sening xohishing bajo bo'lsin." Mark xabari 14-bob 36-oyat. Bu yerda Injilning o'zbekcha tarjimasida asl yunon matnida yozilgan so'zlar yozilmagan. Faqat ma'nosi, ya'ni otajon deb yozib qo'yilgan. Lekin tarjimaning izohida shu ma'lumot keltirilgan. Bu oyatda Iso oromiy tilida Abba so'zini aytadi, ma'nosi otajon. Keyin esa yunon tilida ota deb yozilgan. Oromiychadagi Abba so'zini o'zbekchaga taxminan otajon deb tarjima qilsa bo'ladi. Lekin shunga e'tibor bering. Iso bu yerda aynan Abba ota demagan, yunonchada Abba o pater. Balki oromiy tilida duo qilgani uchun faqat oromiy tilida Abba deb duosini davom qilgan bo'lishi kerak. Lekin Injil xushxabari yunoncha yozilgani uchun bu yerda oromiy so'z yunon harflari bilan yozilib, keyin uning tarjimasi berilgan. Ya'ni Injil xushxabarida odamlarga Iso oromiy tilda duo qilganini bildirish uchun Abba so'zi yozilgan. Keyin esa o'sha so'zni yunon tilida yozib, Isoning qolgan so'zlari yozilib qo'yilgan. Iso bir payt oromiycha gapirib, keyin esa shu so'zni yunon tiliga tarjima qilishiga hech qanday hojat yo'q edi. Shuni yaxshi tushunmagan ayrim masihiylar hozirgacha ham duo qilishganda Abba ota deb duo qilishadi. Men o'zim buni ingliz va rus tillarida aytilganiga ko'p marta guvoh bo'lganman. Rus tilida Abba Otchi, ingliz tilida Abba Father deb aytishadi. Buning yomon tomoni yo'q bo'lsa-da, ayrim guruhlarda aynan shunday duo qilgan odamlarni ko'proq hurmat qilishadi. Chunki ularning urf-odati bo'yicha eng ruhiy odamlar shunday duo qilishar ekan. Keyingi misolimizda Iso hojda osilganida Zaburdan bir oyatni iqtibos qilganini ko'rsak bo'ladi. Tush payti butun yurtni zulmat qopladi. Soat 3 ga qadar hamma yoq zulmatga cho'mdi. Soat 3 da Iso baland ovoz bilan "Elohi, Elohi, lama shavaqtani" deb faryod qildi. Bu so'zning tarjimasi ey Xudoyim, nega meni tark etding demakdir. Mark xushxabari 15-bob 33 va 34-oyatlar. Bu yerda yunon tilida oromiycha jumla yozilgan va yunonchada Eloi deb yozilgan, ya'ni h harfi yoki tovushi yo'q. O'zbekchaga tarjima qilishganda esa bu jumla eski ahddagi Zabur 21-Sano 2-oyatidan olinganligi sabab Eloi so'ziga h harfini qo'shib qo'yishgan. Keyingi so'zlar lama nega degani va shabaqtani tashlab ketding meni degani. E'tibor bering, ibroniy tilida yozilgan Zabur 21-Sano 2-oyati bu yerda oromiy tilida keltirilgan, lekin yunon harflari bilan yozilgan va keyin shu jumlaning yunon tilidagi tarjimasi keltirilgan. Oromiy va ibroniy tillari bir-biriga yaqin bo'lsa-da, ular o'rtasida farqlar ham bor. Endi esa Zabur 21-Sanoning 2-oyatini iqtibos qilib o'qib ko'raylik. Ey Xudoyim, nega meni tark etding? Nega mendan uzoqdasan shu qadar? Ey Xudoyim, nechun menga najot bermaysan? Ohu nolalarimni eshitmaysan. Zabur 21-Sano 2-oyat. Bu yerda yana bir bor o'zbekchaga tarjima qilishganda ayrim joylarini boshqacha qilib yozishganiga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Ibroniycha matnda bu sano Zabur 22-Sano va 1-oyat hisoblanadi. Chunki Zabur sanolarining ayrim oyat va boblari turlicha sanaladi, lekin ularning ma'nosi va asl matni o'zgarmagan albatta. Bu yerda ibroniy tilida Dovudning sanosi deyilganidan keyin 2 marta Xudoyim so'zi, ya'ni Eli so'zi yozilgan. Nega endi shuni o'zbekchaga tarjima qilishganda Zabur 21-Sano 2-oyatning boshida Xudoyim deb yozishmagan, menga tushunarsiz. Balki ular shu 2-Xudoyim so'zini keyingi jumlaga bog'lab oyatning o'rtasida yozishgan ekan. Bu yerda ibroniy tilida Eli so'zi o'zbekchada mening Xudoyim degan ma'noni bildiradi. Ibroniycha El, ya'ni Xudo degan so'z bu yerda ishlatilgan. Keyin ibroniycha matnda lama nega so'zi yozilgan va oxiri azabtani tashlab ketding so'zi yozilgan. Ko'rib turganingizdek, ibroniy va oromiy so'zlarida farq ham bor.
Demak, bu oyatda Iso xochda osilib turganida aynan shu zaburdan shu oyatni oromiy tilida iqtibos qiladi. Uni ayrim odamlar nima deganini noto'g'ri tushunib, Ilyosni chaqiryapti deyshadi. Lekin yahudiylarning boshliqlari va kalomni yaxshi bilgan odamlar Iso shu Zabur 21-sanoni iqtibos qilib, u yerdagi zot o'zi ekanligini ko'rsatganini tushunishgandi. Agar o'zingiz shu Zaburni boshidan oxirigacha o'qisangiz, Iso aslida nima demoqchi bo'lganini ko'rasiz. Ya'ni bu bilan Iso va'da qilingan azob chekuvchi Masih o'zi ekanini ko'rsatayotgandi. Iso Masih ibroniy tilida gaplashgan. Endi esa Injilda Masihning ibroniy tilida gaplashganiga ayrim misollarni keltiraman. Yana eslatib o'tay, muqaddas kalomning eski ahdi ibroniy tilida yozilgan va o'sha payt faqat eski ahd mavjud edi. Shu bilan birga yahudiylar ma'bad va sinagogalarda Tavrotni o'qish va duolarni aytishda ibroniy tilidan foydalanishgan edi. Bunga birinchi misol qilib Luqo 4-bob 16-dan 21-oyatlarni keltiraman. So'ng Iso o'zi ulg'ayib o'sgan shahri Nosiraga bordi. O'z odati bo'yicha shabbat kunida sinagogaga kirib, muqaddas bitiklarni o'qish uchun o'rnidan turdi. Unga Ishoya payg'ambarning o'ramini uzatdilar. U o'ramni ochib quyidagi parchani topib o'qidi. Egamizning ruhi meni qamradi. Yo'qsillarga xushxabar yetkazmoq uchun egam meni tanladi. Zindondagilarga erkin bo'lasiz deb aytmoq uchun, ko'rlarga ko'zingiz ochiladi deb xabar bermoq uchun, asirlarni ozod qilmoq uchun, egamning marhamat yilini ma'lum etmoq uchun egam meni yubordi. Keyin esa o'ramni qayta o'radi-da, xizmatchiga berib o'tirdi. Sinagogadagi barchaning ko'zi unga tikildi. Iso ularga dedi: "Sizlar eshitgan bu kalom shu bugun bajo bo'ldi." Demak, bu Luqo 4-bob 16-dan 21-oyatgacha. Injilning shu oyatlarida hamma so'zlar yunoncha yozilgan, lekin tarix va kalom dalillaridan kelib chiqqan holda Ishoya payg'ambarning kitobi ibroniy tilida yozilganini bilamiz. Demak, Iso bu yerda ibroniy tilida shu oyatlarni o'qigan deb to'g'ri xulosa qilsak bo'ladi. Lekin Luqo xushxabarini yozganda yoki o'zi o'sha oyatlarni yunon tiliga tarjima qilgan yoki ilgari eski ahdni yunon tilidagi tarjimasidan, ya'ni Septuagintadan ko'chirib yozgan bo'lishi kerak. Keyin esa o'ramni qaytarib berib, shu oyatlarni oromiy tilida odamlarga tushuntirib, va'z qilishda davom etadi. Keyingi misolda Iso Masih o'zi Xudoning o'g'li ekaniga kalomdan oyat keltiradi. Keling shu oyatlarni o'qib chiqaylik. Iso ma'badda ta'lim berayotib shunday savol berdi: Qanday qilib Tavrot tafsirchilari Masihni Dovudning o'g'li deydilar? Dovudning o'zi muqaddas ruh ilhomi bilan deganki, egamiz aytmoqda Rabbimga: "Dushmanlaringni oyoqlaring ostiga yiqitmagunimcha sen mening o'ng tomonimda o'tirgin." Demak, Dovudning o'zi Masihni Rabbim deb aytgan bo'lsa, qanday qilib Masih Dovudning o'g'li bo'ladi? Bir talay olomon Isoni ishtiyoq bilan tinglar edi. Mark 12-bob 35-dan 37-oyatlargacha. Bu yerda Iso ma'badda odamlarga ta'lim berib, Zabur 109-sano 1-oyatini iqtibos qiladi. Esingizda bo'lsa, eski ahdning taxminan 99% ibroniy tilida yozilgan, Ezra va Daniel kitoblarining ayrim qismlari oromiy tilida yozilgan. Demak, Iso Zaburdan iqtibos qilganida ibroniy tilida o'qigan deb xulosa qilsak bo'ladi. Iso kalomning muallifi va Xudo bo'lgani uchun shu oyatning ma'nosini ham ularga tushuntirib, Davud bu yerda qayd etgan Masih Davudning o'g'li bo'lib hisoblansa-da, aslida Xudoning o'g'li bo'lishini isbotlaydi. Endi esa Havoriylar kitobidan Iso Masih ibroniy tilida gapirganiga aniq oyatni keltiraman. Havoriylar 26-bobda Pavel shoh Agrippaning oldida o'zini oqlayotgan edi. Shu o'rinda u quyidagi gaplarni aytadi. Havoriylar 26-bob 12-dan 15-oyatlargacha. Bir kuni shu maqsadda bosh ruhoniylardan vakolat olib, Damashqqa bir topshiriq bilan ketayotgan edim. Janob oliylari, men kupa kunduzi yo'lda ketayotganimda birdan osmonda quyoshdan ham yorug' nurni ko'rdim. Nur sheriklarim bilan mening yon atrofimni yoritib yubordi. Hammamiz yerga yiqildik. Shunda oromiy yoki ibroniy tilida menga gapirayotgan bir ovozni eshitdim. Shaul, Shaul, nimaga meni quvg'in qilyapsan? Ho'kiz o'z egasining tayog'ini tepib, o'ziga zarar keltirganday, sen ham menga qarshi chiqib, o'zingga zarar keltiryapsan. Hazratim, siz kimsiz? Deb so'radim men. Sen quvg'in qilayotgan Isoman deb javob berdi Rabbiy. Bu yerda o'zbekchaga oromiy tilida deb tarjima qilishgan bo'lsa-da, izohda bu ham ibroniy ham oromiy tillarini bildirishi mumkin deb tan olishadi. Shunday ekan, Pavelga vahiy orqali Iso Masih ko'rinib, u bilan ibroniy tilda gaplashganini shu oyatlarda ko'rsak bo'ladi. Demak, eski ahdda Xudo yahudiylarga ularning ona tillari bo'lgan ibroniy tilida murojaat qilgani kabi, bu yerda Iso Masih ham Pavel uchun muhim bo'lgan gaplarni ibroniy tilida gapirgan edi. Buni yana Isoning uni yahudiy ismi bilan chaqirganidan ko'rsak bo'ladi. Bu yerda Iso Pavelni Shaul, Shaul deb chaqiradi. Ya'ni u payt Pavel Shaul ism bilan ma'lum edi. Keyinchalik masihiy bo'lganida u ismini Pavelga o'zgartiradi. Bu yahudiy ism yunon tilida odatda Saulos deb yoziladi, lekin
bu yerda u Saul deb yozilishidan Iso uning Yahudiy ismini ibroniy tilida aytganini bilsak bo'ladi. Iso Masih yunon tilida gaplashgan. Rim imperiyasida lotin va yunon tillaridan foydalanishgan. Yunon tilining ishlatilishiga sabab bor edi. Ulardan avval butun dunyoni bosib olgan imperiya Buyuk Aleksandr Iskandar boshchiligidagi Grek yoki Yunoniston imperiyasi edi. Ular albatta yunon tilida gaplashgan va ular bosib olgan barcha xalqlar ham yunon tilida gaplashishi shart edi. Yunon tili Rim imperiyasi uchun lingua franca yoki dunyo tili bo'lib hisoblanardi. Bu SSR davrida barcha xalqlar rus tilida gaplashganiga o'xshaydi. Shuning uchun kundalik hayot va biznesga kelganda asosan yunon tili ishlatilardi. Rim fuqarolari esa o'zaro yana lotin tilida gaplashar edi. Ular lotin tilidan asosan harbiy va ma'muriy ishlarda foydalanishardi. Albatta, Injil yunon tilida yozilgan bo'lsa-da, Iso ayrim joylarda oromiy va yana boshqa joylarda ibroniy tilida gaplashganini ko'rdik. Lekin Iso Rim fuqarolari, boshliqlari va majusiylar, ya'ni yahudiy bo'lmagan xalq bilan gaplashganda yunon tilida gaplashgan bo'lishi kerak. Chunki Rim fuqarolari va boshqa majusiylar na oromiy, na ibroniy tilini bilishardi. Shunga ayrim misollarni ko'rib chiqaylik. Iso Kafarnaxum shahriga kirib kelganda bir Rim yuzboshichi uning oldiga kelib yolvordi. "Hazrat, xizmatkorim uyda to'shakka mixlanib yotibdi. U qattiq azob chekyapti. Mayli, men borib xizmatkoringni sog'aytiraman", dedi Iso. Yuzboshi shunday dedi: "Hazrat, kulbamga oyoq bosishingiz uchun nomunosibman. Siz buyursangiz bas, xizmatkorim sog'ayib ketadi. Men o'zim buyruqqa tobe odamman. Ammo mening ham qo'lim ostida askarlarim bor. Biriga ket desam ketadi, boshqasiga kel desam keladi. Biror xizmatkorimga shuni qil desam qiladi." Iso yuzboshining bu gapini eshitib hayratlandi. U orqasidan ergashib kelayotganlarga dedi: "Sizlarga chinini aytayin, men Isroil xalqi orasida bunday kuchli iymonga ega bo'lgan bironta odamni uchratmadim. Sizlarga shuni aytaman: ko'p odamlar sharq va g'arbdan kelib, Ibrohim, Ishoq va Yoqub bilan birga osmon shohligida ziyofatga o'tiradilar. Osmon shohligining merosxo'rlari esa tashqaridagi zulmatga quvib chiqariladi. Ular u yerda qattiq pushaymon bo'lib, fig'on chekadilar." Keyin Iso yuzboshiga dedi: "Boring, siz ishonganingizdek bo'lsin." Yuzboshining xizmatkori o'sha zahoti sog'ayib ketdi. Matta xushxabari 8-bob 5-dan 13-oyatlargacha. Bu oyatlardagi Rim yuzboshisi Rim fuqarosi va harbiy kishi edi. Yuzboshi deganda u 100 ta askarning boshlig'i, sarkar ekanini tushunamiz. U Iso bilan yunon tilida gaplashgan bo'lishi kerak. Shuning uchun bu suhbatni Matta tarjima qilmagan, balki qanday bo'lsa shundayligicha yunon tilida yozgan bo'lishi kerak. Iso ham u bilan yunon tilida gaplashadi, lekin keyin u orqasidan ergashib kelayotganlarga oromiy tilida gapirgan bo'lishi mumkin. Ya'ni u payt yahudiylar bir necha tillarda gaplashgan va ba'zi paytlari turli odamlar bilan turli tillarda ham gaplashib ketgan bo'lishi kerak. Keyingi misolni ko'rib chiqaylik. Iso u yerdan chiqib Tir hududiga ketdi. Bir uyga kirdi va buni hech kim bilib qolishini istamas edi, lekin yashirina olmadi. Qizalog'ini yovuz ruh chalgan bir ayol Iso haqida eshitib qoldi-da, tez kelib uning oyog'iga yiqildi. Bu ayol Suriyadagi Finikiya o'lkasida tug'ilgan bo'lib, yahudiy emas edi. U qizimdan jinni quvib chiqaring deb Isodan yolvorib so'radi. Biroq Iso unga avval bolalar to'ysin, bolalardan nonni olib kuchuklarga tashlash yaxshi emas dedi. "To'g'ri, hazrat", dedi ayol. "Lekin kuchuklar ham bolalarning dasturxonidan to'kilgan ushoqlarni yeydi-ku." Iso unga: "Mana shu gaping uchun senga yordam beraman. Endi ketaver. Qizingdan jin chiqib ketdi", dedi. Ayol uyiga borganda qizini jindan qutulib to'shakda yotgan holda ko'rdi. Markus xabari 7-bob 24-dan 30-oyatlargacha. Bu oyatlarda esa Iso bilan Suriyadagi Finikiyalik majusiy ayol gaplashgan edi. Uning millatini hisobga olib, u yunon tilida gaplashgan deb xulosa qilsak bo'ladi. Keyingi misol. Shunda Pilat yana saroyga kirdi va Isoni chaqirtirib, "Sen yahudiylarning shohimsan?" deb so'radi. "O'zingiz qiziqib so'rayapsizmi yoki boshqalar sizga men to'g'rimda aytishdimi?" deb so'radi Iso. Pilat dedi: "Nima, men yahudiymidim? O'z xalqing, boshliqxonlaring seni menga topshirishdi. Sen nima ish qilib qo'yding?" Iso javob berdi: "Mening shohligim bu dunyodan emas. Agar shohligim bu dunyodan bo'lganda edi, yahudiylarning qo'liga tushmasligim uchun mening xizmatkorlarim kurashar edilar. Biroq mening shohligim bu yerdan emas." "Demak, sen shoh ekansan-da", dedi Pilat. "Shoh ekanimni o'zingiz aytingiz", dedi Iso. "Men haqiqat to'g'risida shohlik qilmoq uchun tug'ilganman. Ana shu maqsadda olamga keldim. Haqiqat tarafida bo'lgan har bir odam menga quloq soladi." "Haqiqat o'zi nima?" deb so'radi Pilat. Shunday dedi-yu, yana tashqariga yahudiylarning oldiga chiqdi. "Men undan hech qanday ayb topmadim", dedi ularga. Bu Yuhanna xushxabari 18-bob 33-dan 38-oyatlargacha. Bu oyatlarda Iso Pilat bilan gaplashgandi.
Pilat Yahudiyaning Rim tomonidan tayinlangan hokimi edi. U ibroniy yoki oramiy tillarda gaplashmasdi, faqat yunon va lotin tillarida gaplashgan bo'lishi kerak. Shuning uchun bu yerda Iso yunon tilida gaplashgan deb xulosa qilsak bo'ladi. Bu bo'limdagi oxirgi misolimiz Pilat bir lavhaga Yahudiylarning shohi nosralik Iso degan so'zlarni yozib, lavhani xochga ostirib qo'ydi. Iso xochga mixlangan joy shaharga yaqin bo'lgani uchun bu lavhani ko'p yahudiylar o'qidilar. Lavha oramiy, lotin va yunon tillarida yozilgan edi. Yuhanna 19-bob 19-20 oyatlar. Qadimliklar kimnidir xochga osishganda, xochning tepasida bir bo'lak taxta lavhasiga o'sha odamning aybini yoki jinoyatini yozib qo'yishardi. Oyatlarda esa Isoning aybi ham xuddi shunday qilib yozilganini ko'ramiz. Uning aybi Yahudiylarning shohi nosralik Yeshua bo'lgan ekan. Bu lavha bir necha tillarda yozilib, o'sha paytda o'sha yerdagi odamlar qaysi tillarda gaplashganini shundan ko'rsak bo'ladi. Yunon tilida bu yerda hebraisti, ramaisti, hellenisti deb yozilgan. Hebraisti ibroniy yoki oramiy tili, ramaisti lotin tili va hellenisti yunon tili edi. Demak, xulosa qilib shuni aytsak bo'ladi. Iso Masih yerda yashaganda kamida 4 ta tilda, ya'ni ibroniy, oramiy, yunon va lotin tillarida gaplashgan desak bo'ladi. Bunga yuqorida Injildan oyatlarni dalil sifatida keltirdim, hamda ayrim joylarda tarix va kalom asosida fikr yuritib, mantiqan to'g'ri xulosa qildim deb o'ylayman. Yeshua Masih Rabbimiz va yaratguvchi Xudodir. Bu paytgacha Rabbimiz Yeshua haqida insoniy tarafdan gapirib keldim, lekin biz masihiylar uchun Yeshua Rabbiy, Yahve, Xudoning o'zginasidir. U kerakli paytda inson tanasida bu yerga kelib, o'z missiyasini bajargan deb ishonamiz. Ya'ni muqaddas kalomga ko'ra Iso Masih abadiyatdan beri Xudoning kalomi bo'lib, yerga insoniy tanada kelganida ikkita tabiatga ega bo'lib qolgandi. U Xudo sifatida dunyodagi barcha tillarni bilishiga ishonamiz. U Xudoning kalomi bo'lib, dunyo yaratilishidan avval ham Xudo ota bilan mavjud bo'lgan Xudoning o'g'lidir. U hamma narsalarni biladigan zot bo'lgani uchun butun dunyodagi bizga ma'lum va noma'lum bo'lgan tillarni va shevalarni biladi. U koinotdagi barcha yulduzlarni nomma-nom bilar ekan, bu biz osiy bandalarning tillarimizni bilmasmidi? Zabur 146, Sano 4 va 5 oyatlar. Yulduzlarning sonini u aniqlab chiqadi. Ularning hammasiga nom beradi. Rabbimiz buyukdir, qudrati azimdir. Uning donoligi cheksizdir. Rabbimiz Yeshua Masih bizning har bir fikrimizni ham u tilimizga kelmasidan avval ham biladi. Zabur 138, Sano 1-dan 4-oyatlargacha. Ey egam, meni o'zing sinab ko'rding, bilgansan. Qachon o'tirib, qachon turishimni o'zing bilasan. O'y xayollarimni uzoqdan turib anglab olasan. Yurishimni, yotishimni sen tekshirasan. Barcha yo'llarim senga oyday ravshandir. Biron so'z tilimga kelmasdan oldin, ey egam, sen hammasini bilasan. Shunday ekan, barcha tashvishingizni Xudoga topshiringlar, chunki u hamisha sizlarga g'amxo'rlik qiladi. 1-Butrus 5-bob 7-oyat. Shu yerda videoni tugataman. Agar video sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Izohingiz yoki savolingiz bo'lsa, izohda yozib qoldiring. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'ling, hamda kanalimdagi videolarni boshqalar bilan bemalol bo'lishingiz mumkin. Hammangizga uch birlikdagi Xudoning tinchligi va inoyati yor bo'lsin. Xayr, salomat bo'ling.